Salonga borib 85 ta protsedura qilmasdan ham uy sharoitida go'zal bo'la oladigan opa-singillarim uchun ajoyib maska o'rgatmoqchiman. Agar bu maskani doimiy ishlatib yursanglar, yuzingizda ajoyib o'zgarishlarni sezishni boshlaysizlar. Demak, bizga kerak bo'ladi shunaqa kichkinagina idishcha. Unga bitta tuxum sarig'ini solasizlar. Ustidan yarim choy qoshiqda soda, uni ustidan yana yarim choy qoshiq quruq dro'jja solasizlar, yaxshilab aralashtirasizlar. Uyingizda qanaqa yog' bo'lsa, zaytun yog'imi, achchiq bodom yog'imi, undan ham 1 choy qoshiq solasizlar. 4 ta mahsulotni yaxshilab aralashtirib, bitta massaga keltirganingizdan keyin 5 minut, 10 minutga tindirib qo'yasizlar. Dro'jja o'zini kuchini ko'rsatgandan keyin yuzingizga 20 minutga surib olasizlar. Undan keyin iloji boricha muzdek suvda yuvib tashlaysizlar. Buni ko'zi tagiga ham sursanglar bo'ladi. Ko'zi tagidagi qora ishlarni ham ketkazadi. Yuzinglarni tiniqlashtiradi, yoshartiradi, oqartiradi. Juda ham foydali. Yuzingizga ishlatishdan oldin albatta qo'lingizga ishlatib ko'ringlar. Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiringlar.